Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultayi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Chet ellarda faoliyat ilib berayotgan Uyg'ur tashkilotlari 8 aprel kuni Sharq Turkiston Milliy ozodlik armiyasi qurilganligining 77-yilligini cheksiz g'urur va iftiqorlanish tuyg'usi ichida xotirlashdi. 1944-yili 12 noyabr kuni G'uljida qurilgan Sharq Turkiston Jumhuriyati hukumatı 1945-yili 8 aprel kuni G'ulji shahrida maxsus harbiy parad o'tkazib, o'zining muntazam milliy armiyasining rasmiy qurilganligini jakarlagan edi. Dünya Uyghur Qurultayı bu münasebet bilan 8 aprel e'lon qilgan axborotida 1944-yildagi 2 Cumhuriyatimizni barliqqa keltirgan qahramon ajdodlarimizga va bu sharafli yo'lda qurbon bo'lgan butun aziz shahidlarimizga cho'nqur hurmatimizni qayta izhor qilamiz. Milliy armiya bayramimizga muborak bo'lsin. Shuningga ishonchimiz komilki, kurashchan Sharq Turkiston xalqi hamon bir kun yana o'zining mustaqil jumhuriyatini va milliy armiyasini jazman qurib chiqadi deb ko'rsatildi. Her yıllık Milliy Armiya xotiri kunida hayot qolgan milliy armiya jangchilarimizni yo'qlab, hol so'rash, vafot bo'lgan milliy armiya jangchilarimizning tuproq beshini ziyorat qilish va ularning ruhiga atab Qur'on tilovat o'tkazishni odatga aylantirib kelgan Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyati 8 mart kuni Sharq Turkiston Milliy ozodlik armiyasi qurilganligining 77-yilligi bilan Barin inqilobining 32-yilligini birga xotirlash orqali o'xshamagan davrlarda o'xshash g'oya uchun kurash qilgan aziz shahidlarimizga bo'lgan cho'nqur hurmatini izhor qilishdi. Şu günü Qırgızistan Uyg'urlari ittifoq jamiyatining raisi Asqar Qosimi, muavin raisi Akbarjon Bovdun, Oqsoqollar kengashining raisi Muzaffirxon Qurbon, Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyatining bosh yigit-beshi Sidiqjon Yusuf, Qirg'iziston ittifoq jamiyati ayollar komitetining raisi Tursunoy Qosimova, Novpokrovka yesining yigit-beshi G'ayrat Jahonov, ittifoq yesining bosh muharriri Zumrat Hokimro'zi, Libidonovka yesi ayollar komitetining raisi Kamil Nurlardan tarkib topgan hol so'rash hay'ati ayni chog'dagi Sharq Turkiston milliy armiyasining jangchisi. Bu yıl 94 yaşga kirgan g'ozimiz Ablamit Bekra apandining uyini ziyorat qilib, uningdan samimiy hol so'rdi va uningga Qirg'izistondagi Uyg'ur jamoati nomidan sovg'a taqdim qildi. 1946-yili Sharq Turkiston milliy armiyasi sepida monastiriyasi bo'yidagi mudofaa jangiga qatnashgan g'ozimiz Ablamit Bekra apandi milliy armiya ofitser va jangchilarimizning ayni chog'da ko'rsatgan botirliklarini hayajonli ilkida eslatib o'tdi. Şu manasır teriyadi ülkenin manasır şehirde manasır nahiyeti. 8 aprel günü yana Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyati Jalolobod sho'basining raisi Alisher Nasraxonov apandining riyosatchiligida Jalolobod shahrida Sharq Turkiston Milliy ozodlik armiyasi qurilganligining 77-yilligi munosabati bilan Barin inqilobining 32-yilligini xotirlash faoliyati o'tkazilib, aziz shahidlarimizning ruhiga Fotiha o'qildi. Ondan boshqa yana Sharq Turkiston Milliy ozodlik armiyasining ofitser va jangchilari eng ko'p yerlashgan Qozog'istondagi Uyg'ur jamoatimi Dunyo Uyg'ur qurultayining bosh maslahatchisi peshqadam kurashchimiz Qahramon G'o'jambardi apandimning boshlamchiligida vafot bo'lgan milliy armiya jangchilarining tuproq beshini ziyorat qilish, milliy armiyamizning tarixi bayon qilingan maxsus xabarnoma hozirlab tarqitish qatorliq faoliyatlar orqali Sharq Turkiston Milliy ozodlik armiyasi qurilganligining 77-yilligi bilan Barin inqilobining 32-yilligini xotirlashdi. 1945-yili 4-oyning 8-kuni G'ulji shahridagi Tug' maydonida dog'dug'liq murosim va harbiy parad o'tkazilib, Sharq Turkiston Milliy ozodlik armiyasi qurilganligini Jumhur raisi Ilhon To'ri tantani bilan rasmiy jakarlagan. Murosimga G'uljida harbiy ta'lim-tarbiya ilayotgan askarlardan boshqa G'ulji xalqi, maktab o'quvchilari, idora jamiyatdagi har soy kishilardan bo'lib 10 mingdan ortiq odam qatnashgan edi. Hayvatlik milliy armiya qismlari rat reti bo'yicha marsh dastlab paraddan o'tganda hayajonga cho'mgan G'ulji xalqi chavoq chilib olqish yangratdi. O'zining muntazam armiyasidan faxrlanib ko'z yoshlarini tutolmadi. Oy yulduzliq ko'k bayroq lozunkalar hamma yana qopladi. Bugün faqat G'ulji xalqini emas, balki barliq Sharq Turkiston xalqini hayajonga soldi. Sharq Turkiston Milliy ozodlik armiyasining qurilishi barliq Sharq Turkiston xalqining ozodlikka, hurlikka, mustaqillikka tashna orzusini namoyon qilgan bo'lsa, yana bir tarafdan Sharq Turkiston xalqining zulmga qarshi tajovuzchilarga bosh egmas qat'iy irodasi va kurashchan jasoratini namoyon qilib, tarixda unutilg'usiz izlarni qoldirdi. 24 martdan itiboran Amerikada xizmat ziyoratida bo'lib o'tgan Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa apandim 3 hafta davom qilgan ziyaratining oxirgi kunlari qurultay ijroiya komitetining raisi Umarqanat apandimning hamrohligida Kaliforniyani ziyorat qilib, mazkur shtatda yashayotgan bir qism Uyg'urlar bilan uchrashib suhbat ilib bordi va ularga qurultayning xalqaro sahnada ilib berayotgan faoliyatlari va qurultay tarafidan bu yil 5-oyning oxiri Germaniyaning Myunxen shahrida o'tkaziladigan 2-chi navbatlik Sharq Turkiston Milliy kengashi haqida tafsiliy ma'lumot va tushuncha berish bilan birga Kaliforniyada yashayotgan qarindoshlarimizning qurultay haqidagi har xil savollarga astoydillik bilan javob berdi.
Amerikadagi 3 haftalik xizmat ziyorati jarayonida oldi bilan Amerikaning poytaxti Washingtonda chaqirilgan va qisqartirilgan nomi ONPO deb atalgan Vakolatsiz Millatlar Tashkilotining 16-chi qitimliq umumiy yig'iniga qatnashgan Dolqin Aysa apandim orqadan qurultayning Amerikadagi rahbarlarining hamrohligida Amerika hukumatining yangidan tayinlangan diniy erkinlik alohida vakili Rashad Hussain, Amerika Tashqi ishlar ministrligining demokratiya, kishilik huquq va emgak masalalariga munosabatlik muvaqqat yordamchi ministri Liza Peterson, Amerika Tashqi ishlar ministrligining Sharqiy Osiyo va Tinch okean ishlariga mas'ul muavin ministri Rick Waters, Aqsaray bexatarlik komitetining mas'ul xodimlari, Amerika Avam palatasining a'zosi Yong Kim, Avam palata a'zosi James McCorn, Amerika diniy erkinlik alohida elchisi Sam Bironbek, Amerika davlat majlisi a'zosi Christopher Sims, Amerikaning sobiq davlat xavfsizligi maslahatchisi Matt Pottinger, Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi sobiq xalqaro ayollar masalalari bo'yicha bosh elchisi Kelly Kore, Amerikada ziyoratda bo'layotgan Angliya parlamentining a'zosi Nusrat G'ani xonim, Yevropa parlamentining a'zosi va shundaqli Germaniya ishchilar partiyasining a'zosi Reinhard Bütikofer, Uyg'urlarga qartilgan irqiy qirg'inchilikni va Uyg'ur majburiy emgaki masalasini dunyoga oshkorlashda xalqaro rol o'ynagan Kommunizm qurbonlari xotira saroyi fondining tadqiqotchisi Adrian Zins qatorliqlar bilan bevosita uchrashib, Sharqi Turkiston va Uyg'urlar masalasi haqida suhbat olib berish fursatiga erishdi. Bu jarayonda yana Teksasni ziyorat qilib, u yerda yashayotgan Uyg'ur jamoati bilan uchrash olib borgan Dolqin Aysa apandim qurultayning Amerikadagi rahbarlari bilan birlikda navbatda Amerikada yashab turayotgan jasur lager shohidlarimiz va ularning oilasidagilarga maxsus iftor berib, ularga Sharqi Turkiston xalqi nomidan takror minnatdorlik bildirdi. Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini to'xtatish uchun aktiv harakat qilayotgan Amerika Kengash palatasi a'zosi Marko Rubio 7 aprel kuni Kengash palatasida Uyg'ur siyosati qonun loyihasini tanishtirgan. Bu qonun loyihasi Amerika va boshqa davlatlardagi Uyg'ur muhojir to'pluqlariga bo'lgan qo'llashni ko'paytirish, shundaqla Uyg'urlar uchrayotgan zulmga qarshi turib, ularning vaziyatini yaxshilash maqsadi bilan Amerika Kengash palatasiga sunilgan yana bir qonun loyihasi bo'lib hisoblanadi. Bu qonun loyihasi aslida Avam palata a'zolaridan Yongkim xonim va Ami Bayrat tarafidan tuzilgan bo'lib, o'tgan yil 7 oyda Avam palatasida tanishtirilgan va 9 oyda Avam palatasi tashqi ishlar komitetidan o'tgan edi. U hamda senator Marko Rubioning qo'llashi bilan Kengash palatasida rasmiy o'tirg'a qo'yilgan. Senator Marko Rubio mazkur qonun loyihasini tanishtirish munosabati bilan e'lon qilgan yozma bayonotida mundaq degan: Xitoy Kompartiyasi Uyg'urlar va boshqa musulmon millatlarga irqiy qirg'inchilik ham boshqa kishilik huquq tafsandichiliklardek yerganishlik siyosatlarini yurgizmoqda. Amerika bundaq dahshatli xo'rlash oldida sukut qilib turolmaydi. Men Uyg'urlarning masalasiga bo'lgan tonishni va amaliy harakatni oshiradigan bu qonun loyihasini tanishtirganligimdan faxrlanaman. Shundaqli xizmatdoshlarimning bu qonun loyihasini tezdan ma'qullashini talab qilaman. Ma'lum bo'lishicha, Uyg'ur siyosati qonun loyihasi Uyg'urlarning taqdiri va siyosiy vaziyatiga munosabatlik bir qadar konkret mazmunlarni o'z ichiga oladigan bo'lib, uningda tuvandagi mazmunlar yer olgan ekan. Xitoy doiralariga amerikalik jurnalistlar, davlat majlisi a'zolari va davlat majlisi vakillari o'mika qatorliqlarning Sharq Turkistonni qarallik, oshkor holda ziyorat qilishiga ruxsat qilish uchun besim ishlatish. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Uyg'ur kishilik huquq faoliyatchilarini o'zining nutq programmasiga kirgizib, ularning Uyg'urlarga qaratilayotgan zulmlarni musulmon davlatlaridagi ommaviy diplomatiya munbarlarida so'zlashiga yetaklash. Uyg'urlarning va boshqa etnik va diniy guruhlarning o'zgacha milliy madaniyat, diniy e'tiqod va til alohidaliklarini saqlab qolishga tirishchanlik ko'rsatish. Amerika Tashqi ishlar ministrligining Sharq Turkistondagi lagerlarga berish va qo'lga ilingan Uyg'urlarning qo'yib berilishiga kafolatlik qilish uchun Xitoy Kompartiyasi amaldorlari bilan qanday diplomatik uchirish usulini qo'llanganligi haqida konkret strategiya talab qilish. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Amerika diplomatiya xodimlarining Uyg'ur tili o'rganishiga kafolat qilib, Amerikaning Xitoy, Turkiya va shuningdek boshqa Uyg'ur nopsi ko'proq davlatlardagi elchixona va konsulxonalarda oz deganda birdan Uyg'ur tili biladigan diplomatiya xodimi taqsimlash. Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq bosh elchisini Uyg'urlar va Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoniga munosabatlik masalalarning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida o'tirg'a qo'yilishiga to'sqinlik qiladigan har qanday harakatga qarshi turishga yetaklash qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Bu qonun loyihasining ilgirki Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonundan farqli muhim bir alohidaligi, bu qonunda maxsus Uyg'urlarning vaziyatini kuzatadigan va Amerikaning munosabatlik siyosatlarga maslahat beradigan Uyg'ur masalasi bo'yicha maxsus moslashtiruvchi belgilash talab qilinganligi ekan. Senator Marko Rubioning 7 aprel kuni mazkur qonun loyihasini Kengash palatasida tanishtirgandan keyin bu qonun loyihasining yetakchisi bo'lgan Avam palata a'zosi Yongkin xonim maxsus bayonot e'lon qilib, buni qarshi olgan. Bu bayonotida Xitoy Kompartiyasi Uyg'ur va boshqa osonliq millatlarni har kuni tasavvur qilg'usiz darajadagi kishilik huquq tafsandichliligiga duchor qilmoqda. Biz buningga qarab turolmaymiz. Amerika cho'qim bu vahshiylikka qarshi birlikka kelgan aniq signal berish kerak. Men Uyg'ur siyosati qonun loyihasiga rahbarlik qilganligimdan faxrlanaman va Kengash palata a'zosi Marko Rubioning Kengash palatasida bu qonun loyihasini o'tirg'a qo'yib, Uyg'urlarni qo'llash va Xitoy Kompartiyasining mas'uliyatini surishtirish uchun ikki partiyalik, ikki palatalik kuch va strategiyalik signal avatganligiga rahmat aytaman deb yozgan. Avam palata a'zosi Yongkim Koreyada tug'ilib, Amerikada cho'ng bo'lgan koreyalik amerikalik bo'lib, u Amerika Avam palatasiga xizmatga kirgandan buyon dunyo miqyosida kishilik huquqni ilgari surish va Amerikaning Xitoy Kompartiyasiga qarshi raqobat kuchini ilgari surishdagi g'olliq a'zolarining biri bo'lib qolgan.
Amerika Davlat Majlisi va Amerika hukumati Uyg'urlarga qaratilayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish, ularning azobini yengillatish, Uyg'ur majburiy amgikining oldini olish uchun o'tgan yillarda Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonuni va Uyg'ur majburiy amgikining oldini olish qonunini ma'qullab, ularni rasmiy qonunga aylantirgan edi. Amerikada xizmat ziyoratida bo'layotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqun Aysa apandim 5 aprel kuni Avam palata a'zosi Yongkim xonim bilan maxsus ko'rish ilib borgan. Germaniyalik Uyg'ur do'sti yosh jurnalist Filip Matayis apandi tarafidan Uyg'urlarning fojialari asos qilinib yozib chiqilgan Bir xalq yo'qolyotdi nomli kitob yaqinda nashrdan chiqib, Germaniya matbuotlarida zo'r g'ulg'ula qo'zg'adi. Frankfurt majmuasi gazetining bu vaqtdagi maqolasiga asoslanganda, bir mezgil Xitoyni tadqiq qilish bilan shug'ullangan va Xitoyda muxbirlik qilgan Germaniyalik qalamkash Filip Matayis o'zining Bir xalq yo'qolyotdi nomli kitobini 2020-yilda bitirib, yaqinda nashrdan chiqarishga muvaffaq bo'lgan. Maqolada bayon qilishicha, avtor 2014-yildan buyon Sharq Turkistonga berib boqmagan. Bir xalq yo'qolyotdi nomli kitobni u lager shoirlaridan Zumrat Davud, Abdusalom Muhammad, Mehrgul Tursun, Qalbunur Sidiq, Gulbahor Jilalova va Gulbahor Xotivoji qatorliqlarning kashmishlarga asoslanib hamda Adrian Zinis, Maraki Olimber qatorliq Germaniyalik tadqiqotchilarning hujjatlaridan foydalanib, shundaqla Harald Mas, Kristof Kesin qatorliq muxbirlarning ma'lumotlaridan o'lgilab yozib chiqqan. Avtor kitobning bosh muqovasidagi Bir xalq yo'qolyotdi nomli mavzuning ostiga biz Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikqa qanday qarovatimiz degan qo'shimcha mavzuni qo'ygan. Bosh muqovadagi 5-iyul voqeasi davriga oid surat diqqatni tortdi. Mazkur kitobda jazo lagerlarining qurilishi, bir qancha yuz minglagan Uyg'urlarning qamilishi, ota-onalari lagerlarga solangan milliondan ortiq Uyg'ur narisidilarning yig'ilinib Xitoy qilib tarbiyalanayotganligi, Shi Jinpingning yangi Ipak yo'li qurilishida strategik ahamiyatga ega bo'lgan Sharq Turkistonning inson tasavvur qilg'usiz fojialarga sahna bo'lganligi, shundoq bo'lishiga qaramay, ko'plagan g'arb demokratik davlatlarining butun dunyoning bu fojialarga hali ham sukut qilayotganligi ham buningdagi sabablar o'ttirg'a qo'yilgan. Bu kitob Uyg'ur sud kollegiyasi ta'minlagan hujjatlarni, jazo lageri va tutqunlarning uchurlariga oid nurg'unlagan ma'lumotlarni kun tartib oldida tizib chiqqan bo'lib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini va Uyg'urlarning navbatdagi vaziyatini tushunishda muhim ma'lumot ombiri bo'lish rolini o'taydi ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishcha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Bizning qilimiz sen uchun ey yurtimiz